Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Michel Bachelet'nin bu qıtımqı Şərq Türkistan ziyarəti jarayonida Xitoy əməldarlarının depiği usul oynab, Xitoyning jinoiy qilmishlarini oqlashga urinishi demokratik ellərinin və xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının qattiq g'azabini qo'zg'adi. Chunki bu ziyoratning xarakteri allaburun Xitoy hukumati bilan Michel Bachelet'ning kelishimi bo'yicha bekitilgan. Xitoy hukumati BDT'ning nufuzidan foydalanib, o'z jinoyatini umumyuzlik inkor qilishga uringan. Michel Bachelet bu ziyoratning tekshirish emasligini toki bu ziyoratni boshlig'icha yushirib kelgan bo'lib, Xitoy bilan bu jihatda allaqachon murassalish bo'lganligi ziyoratdan keyin oydinlashgan. U 28-may kuni bergan bayonotida bu qitimliq ziyorat tekshirish emas, yuqori darajalik xodimlarning rasmiy ziyorati oliy darajalik bo'ladi. Undaq tafsiliy, sistemalik, astoydil tekshirish olib berish qiyin bo'ladi. Bu ziyoratda Xitoyning tajribalik rahbarlari bilan suhbatlashish fursati bo'ldi. Kişilik hüquq meselesinde birbirimizning gapini angladik. Kelgusida Xitoyning xalqaroda belgilangan kişilik hüquq burchini ado qilishni qo'llaydigan bo'ldik degan. Amaliyotda ko'plagan xabarlarda ma'lum bo'lgandek, Michel Bachelet'ning bu qitimliq Xitoy ziyorati Xitoy hukumatining to'sqinligiga uchragan. Garchi u xalqarodagi nufuzli bir organning kişilik huquqini tekshirish vakili bo'lsa-mu, Xitoy raisi Xi Jinping boshliq barliq Xitoy amaldorlarining depiga usul o'ynagan. Birleşken Devletler Teşkilatı Torbeti bu ziyaret hakkında e'lon qilgan xabarda Michel Bachelet'ning Şərq Türkistondagi ziyoratini mundaq deb xulosalagan. Müslüman Uyg'ur az sonliq millatlar o'ltiraqlashgan Xinjiangda Bachelet xonim terrorlikqa qarshi turish va radikallikni yo'qotish tadbirlari va ularning keng ko'lamda qo'llanishiga bo'lgan savol va andishlarni o'ttirg'a qo'ydi. O hükümetin barlıq terrorluğa qarşı duruş ve radikallıqın tügütüş siyasetleriga qarab chiqib, ularning xalqaro kişilik hüquq ölçemleriga moslashgan bo'lishiga, uning o'z maylicha va kamsitish tusini olmagan bo'lishiga kapolatlik qilishga undadi. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Michel Bachelet 28-may kuni Beijingda o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida qilgan so'zda yuqoridagidek Sharq Turkistondagi zulm siyosatlarini Xitoy hukumati ta'sirlayotgandek terrorlikqa zarba berish, asabiylikni tugutish tirishchanligi deb sifatlagan. O hem yana az deganda 2 milyon odam qamalgan yig'ilish lagerlarini kasbiy mahorat bilan tarbiyalash o'rinlari deb atagan. Michel Bachelet'ning yuqoridagi bayonlari bu ziyoratga yaqindan diqqat qilayotgan taraflarning ayblashiga duch keldi. Oldi bilan Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken yozma bayonot e'lon qilib, Michel Bachelet'ning ziyoratini aybladi. Antony Blinken mundaq degan: Biz Xitoyning kişilik hüquqini dafsana qilayotganlik haqidagi andishlarimizni Xitoy hukumatining o'ziga bevosita degan va mushundaq pozitsiyada bo'lgan davlatlarni qo'llagan edik. Halbuki Xitoy doiralarining bu qitimliq ziyoratga cheklama qo'yib, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat hiylam davomlashayotgan Xinjiangda kişilik hüquq vaziyatining to'liq va mustaqil kuzatilishi ham baholanishiga yo'l qo'ymaganligidan afsuslandik. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bayonotida BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Michel Bachelet'ning rayondagi ziyorati mezgilida chet ellardagi Uyg'ur va boshqa millat kishilarining yurtlarida lagerga qamalmagan, ammo chet elga chiqishga yo'l qo'yilmayotgan oila a'zolari bilan ko'rishmaganligini, Xitoy o'lkalariga majburiy yetkilayotgan Uyg'ur emgak kuchlari bilan ko'rishmaganligini alohida tilga olgan. Antony Blinken Amerika hukumatining Uyg'urlarning vaziyati to'g'risidagi maydonni qayta ta'kidlab mundaq degan: Amerika Xitoydagi kishilik huquq vaziyatidan qattiq qayg'urmoqda. Chunki yangidan oshkor bo'layotgan hujjatlar Xinjiangda tutqun qilingan 1 milliondan ortiq kishining xohlagancha qo'lga olinganligini isbotlab turmoqda. Lagerdan qutulib chiqqan shohidlar va lagerdagilarning oila tavobatlari bu o'rinlarda qiynash, majburiy tug'mas qilish, davlatning planlashidagi majburiy emgak, jinsiy zo'ravonlik va bolalarni ota-onasidan majburiy ayirib o'tish qatorliq insoniyatning vijdonini zilzilaga soladigan rəhimsiz muomallarning mavjudligini bayon qilishmoqda. Amerika Tashqi ishlar ministrligidan keyin 31-may kuni Yevropa ittifoqi Michel Bachelet'ning ziyoratidan afsuslanganligini bildirgan. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar bayonotchisi Nabila Massali so'zida Michel Bachelet'ning oldingi hafta Xinjiangni ziyorat qilgan ziyonkashlik uchirgan guruhlar shaxslar bilan ko'rishalmaganligi va tutib turish o'rinlariga kirolmaganligi afsuslanarli degan. Nabila Massali yana mustaqil nazorat qilish, faktlarni tepib chiqish va tekshirishning Sharq Turkistondagi vaziyatni to'g'ri baholashdagi birdan-bir ishonchli usul ekanligini o'ttirg'a qo'ygan. U mundaq degan: Bu ziyoratning tekshirish ziyorat emasligidek alohidligini diqqat qilgan asosda biz Oliy komissarning mustaqil fuqarolar jamiyati kişilik hüquq qo'g'duvchilari bilan ko'rish va tutib turish o'rinlariga kirish huquqining cheklanganligidan, Xinjiangdagi qayta tarbiyalash lagerlarining to'liq ko'lamini baholamaganligidan afsuslandik.
Michel Bachelet'ning navbatda Amerika hukumati va davlat majlisi, Kanada, Angliya, Gollandiya, Polsha, Chexiya, Fransiya qatorliq davlatlar parlamentlarining Uyg'urlar qaratilayotgan zulmni irqiy qirg'inchilik deb bekitishi, Uyg'ur sud kollegiyasidagi mustaqil sudchilar, mutaxassislar, yuzlagan shohidlar, oshkorlanayotgan hujjatlar va shundoqla xalqarodagi nopuzliq kishilik huquq organlari e'lon qilayotgan dokladlarda bu zulmning irqiy qirg'inchilik va insoniy qarshi jinoyat ekanligi takror deyilishiga qaramay, Xitoydagi ziyoratida irqiy qirg'inchilik yoki lagerlar masalasini tilga ololmasligi BDT va uning kishilik huquq kengashining roliga zo'r savol paydo qildi. Bu ham Xitoyning xalqaro qurilishlarga ta'sir ko'rsatish harakatining tipik ulgisi deb qaralmoqda. Josh Rogan Washington Post'idagi maqolasida naql ko'rsatishicha, Bacheletning safari o'zining inovativ va BDT sistemasining kishilik huquq umumiy inovatiga buzg'unchilik qilgan. U BDTdagi yana bir sistemaning Xitoyga taslim bo'lganligini isbotlab berdi ekan. Josh Rogan maqolasini Beyjingdagi rahbarlar hozir xalqaro jamiyat oldida zo'r badal to'lashdan qo'rqmay turib, keng ko'lamli vahshiyliklarni qilishda texmi jasoratlanadi. Dunyoning Uyg'urlarga yurgizilgan qirg'inchilikning to'xtalmaganligi haqida tarix kitoblari yozilganda, Bacheletning sayohati nomussiz qismatlarning biri bo'lib qoladi deb oxirlashtirgan. Angliyaning Muhabbatchi gazeti Bacheletning ziyorati haqida tahrirot maqolasi e'lon qilgan. Muhabbatchi gazeti bu ziyoratni zo'r xatolik deb baholagan. Tahrirot heyiti mundoq deb yozgan: Bachelet xonimning bu ziyorati uning ishxonasining inovatiga og'ir ziyon soldi. Uning hozir qila oladigan eng yaxshi ishi uzundan beri taqozolik bilan kutilgan hamda necha oy avval tamomlanib bo'lgan dokladni darhol e'lon qilishdir. Uni kechiktiradigan hech qanday sabab va bahona yo'q degan. Washington Post'si gazetining 1-iyun sonida Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dolqin Ayso va Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbosning nomida bir parcha maqola e'lon qilingan. Mazkur maqolani Michel Bacheletning Xitoy ziyorati lagerlardagi Uyg'urlar va ularning urug' tuqqanlari uchunla emas, ya'ni dunyo uchunmi bir qatimliq umidsizlik paydo qilganligi alohida ko'rsatilgan. Maqolada yana Bacheletning hayotidagi eng muhim sinoqlardan biri bo'lgan bu qatimqi Xitoy ziyoratida uning o'z to'limi bechoralik ichida mag'lub bo'lganligi qattiq tanqid qilingan. Maqolada ko'rsatilishicha, Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning tog'dek isbotlari ma'lum bo'layotgan, Amerika va boshqa Yevropa davlatlari bu qirg'inchilikning hilam davom qilayotganligini e'tirof qilayotgan sharoitda, hozirgi zamondagi saqchi davlatiga aylanib bo'lgan Sharq Turkistonni ko'zdan kechirishga borgan Michel Bachelet, Xitoy hukumati ta'kidlab kelayotgan bir qator tashviqot temalarini yana bir qatim takrorlab chiqqan. Ziyoratning oldi-keyinda Michel Bachelet na muhajiratdagi Uyg'urlar bilan, na lagerlardagi Uyg'urlar bilan bevosita so'zlashib ko'rishga urinibmi boqmagan. Buning bilan butkul ziyorat Xitoy hukumatining bir qo'lliq o'rinlashtirishi bo'yicha tamomlangan. Hatto uning Urumchiga qadam yetgan kuni e'lon qilingan lagerlar haqidagi Xinjiang saqchi hujjatlarimi uning bu haqda biror amaliy ish qilishga turtki bo'la olmagan. Maqolada mundaq deyilgan: Zulmga uchirg'uvchilarni himoya qilish majburiyati bo'lgan Michel Bachelet irqiy qirg'inchilikning qurbonlari bo'lgan Uyg'urlar haqida bir eg'izmi so'z qilmasdan qaytib keldi. Bu ham Uyg'urlarni, ham dunyoni umidsizlantirdi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultoy heyeti 6-oyning 2-kuni Shveysariyaga elib borgan bir kunlik xizmat ziyorati jarayonida Shveysariya hukumat xodimlari, Tashqi ishlar ministrligi xodimlari va parlament a'zolari bilan uchrashgan. Dolqin Ayso apandi boshchiligidagi Shveysariyaning tashqi siyosat va kishilik huquqi mas'ul hukumat xodimlari va parlament a'zolari bilan elib berilgan uchrashishda Shveysariyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi, Shveysariya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurish, lager shohidlarini guvohlik bergizish, panohlanguchilarning masalasini hal qilishga o'xshash bir yurish talablarini o'tirib qo'yib, ulardan ijobiy javob olgan. Bu ziyorat Dunyo Uyg'ur qurultoyining har qaysi davlatlar, hukumatlar va parlamentlarni ziyorat qilish planining doirasi bo'yicha elib berilgan bo'lib, hay'at qurultoy rahbarlaridan Dolqin Ayso, Zumratay Erkin, Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Andili Qaraxonli va qurultoyning program yetakchisi Efa Shtoka xonim qatorliq 4 kishidan tarkib topgan. Shu kuni Shveysariyaning poytaxti Bern shahridan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqin Ayso apandim bu haqda ma'lumot berib, mundaq dedi: Bugün bizdeki Dünya Uyg'ur qurultoyi va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining birlikda Shveysariya parlamenti, hukumati, tashqi ishlar ministrligida bo'lgan faoliyatlarimizni aytib muvaffaqiyatli o'tdi. Bugün biz Shveysariya tashqi ishlar ministrligidagi yuqori amaldorlar bilan uchrashib, Uyg'ur sotininki qarorlari haqida muzokaralar qildik. Shveysariya hukumatiningki, tashqi ishlar ministrligining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Yevropadagi davlatlar bilan bo'lgan hamkorlik munosabatlarida ularning qilish majburiyatlari, qilish ishlari to'g'riliq
ularga o'zimizning yozma dokladimizni sunduk, talablarimizni izah qildik, ular bilan fikr almashtirdik va hozirgi navbatdagi vaziyatlarimiz haqida ma'lumot berdik. Bundan keyin Shveysariya parlamentinin o'xshash bo'lmagan siyosiy partiyalarning parlament a'zolari bilan tashqi ishlar komitetining raislari bilan ayrı uchrashishlar, suhbatlar elib bordik. Elib berish orqali bu Shveysariya parlamentida Uyg'ur erkiy qirg'inchiligini qabul qilishning yo'llari haqida suhbatlashdik. Uyg'ur majburiy emgak masalasida suhbatlashdik va shundaqla Shveysariya Xitoy bilan Yevropadagi tunji erkin savdo to'xtamini tuzgan bir davlat bo'lg'achqa buni to'xtatish kerakligi haqida suhbatlashdik. Suhbatlarimiz yaxshi bo'ldi va shundaqla Shveysariya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurish masala haqida suhbatlarimiz bo'ldi. Nihoyatda pozitiv, nihoyatda kuchli bir qo'llashga ega bo'lganligimizni qildik va bugungi bu yig'inlarimiz jarayonida yana Shveysariyaning Xitoy siyosatida aldığımız günlerde zor bir özgürlükten bulunduğu hakkında bir söz verdi ve bu hafta biz buna ait icabi bir təsiratı iyi olduk. Şundan diyerdeki faaliyetlerimiz muvaffakiyetli ahırlaştı. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2-iyun kuni 2021 yillik xalqaro diniy erkinlik dokladini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu doklad haqida o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida so'z qilib, diniy erkinlikning ham Amerikaning yadroli qimmat qarashi, ham insoniyatning eng negizli kishilik huquq ekanligini ta'kidlagan. U yana Uyg'urlarni alohida tilga olib mundoq degan: Xitoy 2017 yil apreldan boshlab Uyg'urlarni asos qilgan holda rayondagi diniy va etnik guruhlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik ham bostirishni davom qilyotdi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur hamda Qozoq, Qirg'iz qatorliq boshqa etnik guruhlar Shinjondagi yig'ilish lagerlarida tutib turilmoqda. Xitoy hukumati hilam diniy guruhlarni tutishni davomlashtiryotdi. Ularning bu qilmishi chekdan eshib ketdi. U yana Xitoy hukumatining musulmonlarning ibodat o'rni bo'lgan masjidlarni cheqayotganligini eskartib, Xitoyning buddistlar, xristianlar va tibetlarni o'z ichiga olgan barliq dinga ishonuvchilarning mavjudligiga tahdid ilib kelayotganligini ta'kidlagan. Antony Blinkendan keyin Amerika xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Reshad Husayn so'z qilib, 2021 yillik xalqaro diniy erkinlik doklati o'z ichiga olgan mazmunlar haqida to'xtalgan. U so'zida mustabid Xitoylarning xalq orasida e'tiqodchi ommaga bo'lgan o'chmanligini kuchaytirib, kishilarning diniy e'tiqodiga dafsandchilik qilishga yo'l ochayotganligini eskartgan. U yana dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlarga qarshi kayfiyatning buning bir dalili ekanligini ta'kidlagan. U Xitoydagi diniy e'tiqod erkinligi qilingan dafsandichilik haqida to'xtalganda mundoq degan: Xitoy Xalq Jumhuriyatining buning yorqin bir misoli ekanligi hayron qolarlik ish emas. Xitoy hukumati Uyg'ur musulmonlarga va boshqa etnik guruhlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni davom qilyotdi. Xitoy hukumati Shinjongda yuqori texnikalik chiroy tonish sistemasidan foydalanib, barliq kishilarni nazorat ostiga elib, Shinjongni usti ochiq turmaga aylantirgan. Hozirgacha oshkorlangan dalil isbotlar va hujjatlarga asoslanganda nurg'un kishilar lagerlarda jon uzgan, qiyin qistoq elingan, millionlagan oilalar vayron qilingan. Yillardan beri ota-onalar bolalar ota-onalarning izlarini ola olmagan. Ular bir-birining musibat xabarini elishdan qo'rqib yashmoqda. Hatto bir-biri bilan qayta sog'-salomat jam bo'la oladigan yoki bo'la olmaydiganligini bilmaydi. Ma'lum bo'lishicha, 1998-yildagi xalqaro diniy erkinlik qonunining belgilamasi bo'yicha Amerika Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning dunyoning har qaysi joylaridagi diniy erkinlikni qo'llaydiganligini va qo'g'daydiganligini bildirish maqsadida har yili 200 dan ortiq davlat va rayondagi diniy erkinlik ahvoli haqida tafsiliy doklad tayyorlab e'lon qilib kelmoqda ekan. Uyg'ur tashkilotlari va lager shohidlarimizning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini texmi ko'p davlatlarga e'tirof qildirish uchun boshlatgan guvohlik berish faoliyatlari uzluksiz davom qilmoqda. 31 may kuni ular bilan Yevropa Ittifoqi parlamentida elib berilgan uchrashishda Yevropa ellarida yashayotgan lager shohidlaridan Gulbahor Xaytvaji, Gulbahor Jelilova va Sayragul Saudbay xonimlar Yevropa parlamentida Uyg'urlar masalasini kuchli shaklda qo'llab kelayotgan parlament a'zolari Reinhard Bütikofer apandi, İlhan Küçük Efendi ve Engin Eroğlu Efendiler bilen görüşüp ularga öz bişini ötken vaqalarını sözlep guvohlik bergen. Görüşte birge bolgan İlhan To'xtini qo'llash gruppasining raisi Enverjon Efendi ve lager shohidlari Yevropa Ittifoqi a'zo davlatlarning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini birdek e'tirof qilishni talab qilgan edi.
Arqadınla Avrupa Şərq Türkistan Birliği'nin reisi Asqarjon ve lager şahitlərindən Ömer Bekali ve Qalbinur Sıdıqlardan tərkib tapqan heyət 6 ayının 1-ci günü Germaniya Tashqi ishlar ministerligi xodimlari ve Germaniya hökuməti kişilik hüquq ve insanpərvərlik Ali komissari bilan uçuruş ilib berib, Germaniya parlamentidən Uyğur irqi qırğınçılığını e'tirof qilishni talab qilgan. Germaniya Tashqi ishlar ministerligining Xitoy ishlariga mas'ul xodimi Jörn Beybert apandi bilan Germaniya hukumatining kishilik huquq va insonparvarlik oliy komissari Luisa Ametsberg bilan ilib berilgan uchrashuv nihoyat qizg'in shaklda davomlashgan bo'lib, lager shohidlari o'zlarining Xitoy jazo lagerlarida ko'rgan bilganlarini anglatib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida guvohlik bergan. Avrupa Şərq Türkistan Birliği reisi Asqarjon apandi bilan ko'rishda qilgan so'zida Germaniya davlatining demokratiya bilan boshqarilayotgan kishilik huquq va demokratiyadan iborat qimmat qarshiga ega qudratli davlat ekanligini, Amerika hukumati va Yevropadagi ba'zi davlatlarning parlamenti bo'lib 9 davlatning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganligini, Germaniya hukumatining darhol e'tirof qilish kerakligini ta'kidlagan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.